Imom al-Buxoriyning qabriga tizzalab, emaklab yetib boraman. Ha do'stlar, bu voqea o'tgan asrning 50-yillarida sodir bo'lgan. Ya'ni 1950-yillardan boshlab arab davlatlarining neftiga bo'lgan muhabbat SSSR davlatini ham chetlab o'tmadi. Ya'ni arab davlatlaridagi neftga Isr ham qiziqib qoldi. Shu fursatdan foydalanib Isrda xayoliga keldiki, arab davlatlari bilan yaxshi bir chiroyli munosabat o'rnatish. Bu davlatlardan birinchisi Livan edi. Qarabsizki do'stlar, SSR va Livan davlatlari o'rtasida yaxshigina aloqa paydo bo'ladi. Ya'ni 1956-yilda Livan davlatining siyosat va jamoat arboblaridan biri Shayx Nadim al-Jisr SSRga tashrif buyuradi. Lekin Kremlning rejasi shunday ediki, u insonni faqatgina Kiyev, Yalta, Sochi kabi shaharlarga olib borib, mehmon qilib, o'sha yerlarni ko'rsatish, aylantirish edi. Lekin u insonning asosiy maqsadi Imom al-Buxoriy mangu qo'nim topgan u insonning qabrlarini ziyorat qilish edi. U insonga aytishadiki, yuring sizni Kiyevga, Yaltaga, Sochiga olib boraylik. U inson aytadiki, menga Kiyev, Yalta, Sochi kerak emas. Menga Imom al-Buxoriyni qabrini ko'rsatinglar. Shayx Nadim al-Jisrning bu gaplaridan keyin Isr davlatini bosh qotib qoladi. Agar deydi, bu insonni biz iltimosini qanoatlantirmasdan Livanga qaytarib yuboradigan bo'lsak, diplomatik aloqalar ana bu neft o'lgur rasvo bo'lishi mumkin. Shunday ekan O'zbekistonga tinchgina olib boramizda Imom al-Buxoriyning qabrini ko'rsatamiz. Toshkentga chiqishadi Isr davlati. Toshkentdagilar aytishadiki, Imom Buxoriy deb atalyapti. Ya'ni bu insonning qabri Buxoroda bo'lsa kerak. Buxorodagilar aytadi, bizda unaqa qabr yo'q. Davaydi Samarqanddan so'rab ko'raylik. Samarqanddagilar, ha, bizda bor, lekin xaroba, dahshat. Tushunyapsizlar-a? Imom al-Buxoriyda insonni qabrini qayerda ekanligini bilmaslik bu o'sha davr uchun sharmandagarchilik. Xayriyatki, qabr qayerda ekanligi ma'lum bo'ldi. Samarqand shahridan taxminan 15-20 kilometr uzoqlikdagi Payariq tumanidagi Xartan qishlog'ida, aynan mana shu yerda. Lekin haqiqatdan ham xaroba, atroflar chakallakzor, qo'pol qilib aytganda musorxonadan battar joy bo'lgan. Tartibga olishga 1-2 kun yetmasdi. Lekin ular vaqtni cho'zish yo'lini o'ylab topishadi. Ya'ni o'sha Nadim al-Jisrni Moskvadan Toshkentga samolyotda emas, poyezdda olib kelishni maqsad qilishadi. 4 kecha 4 kunduz poyezdda yurib, Toshkentdan Samarqandga keyin yana 1 kun samolyotda uchib kelgan Shayx Nadim al-Jisr janobi oliylari judayam tarixiy obidalarga, ziyoratgohlarga qiziqadigan inson bo'lgan. Shohizinda ziyoratgohida Hazrat Qusam ibn Abbos haqlariga Qur'on tilovat qiladi va kech botganda meni Imom al-Buxoriy qabrlariga qachon olib borasizlar deb delegatsiyadan so'rab qolishadi. Ular xayriyatki deyishadi, kech tushdi, qorong'i bo'ldi. Bu insonni ko'zini shamg'alatib o'sha yerga olib boramiz. Lekin u yoq hali tartibga kelmaganida bundan Samarqand, Toshkent, Isrdan, ya'ni Moskvadan juda ham qo'rqib turishgandi. Sharmanda bo'lamiz, parod bo'lib qo'yamiz deb. Manzilga yetib borishadi, ya'ni qabr joylashgan joyga. Mashinadan tushishi bilan Shayx Nadim al-Jisrning yuragida kuchli bir hayajon paydo bo'ladi. Qabrga qancha masofa qolganligini bilgach, yerga tizzalab oladi va yerni o'padi. Qabrgacha emaklab yetib boradi. Qabr oldiga yetib borganlarida yana yerni o'padi va ertalabgacha qabr oldida ertalabgacha Qur'on tilovat qilib chiqadi. Tun degan narsa abadiy emas-ku do'stlar, tong baribir otadi. Shayx Nadim al-Jisr shuni anglab yetadiki, bu insonni atayin ko'zlarini shamg'alatish uchun, qabr atrofi xaroba ekanligini bildirmaslik uchun qorong'u paytda olib kelganligini qarasa, qabr atrofi hali ham xaroba, juda ham qarab bo'lmas ahvolda. Shayx Nadim al-Jisr bu holatdan judayam ta'sirlanib ko'zlariga yosh olib Toshkentga qaytadi. Toshkentga qaytish davomida hech kimga gapirmaydi, bir so'z demaydi. Bu holatni chuqur o'rgangan shoir Xurshid Davron shuni yozadiki, Shayx Nadim al-Jisr Toshkentga yetib borganda Toshkentdagilardan shunday iltimos qiladi. Qabrni men shunaqangi bir radiusda kovlab olayda, Livanga olib ketay. O'sha kovlab olingan radiusdagi tuproqning og'irligi qancha bo'lsa, o'sha og'irlikka teng miqdorda men sizlarga oltin olib kelishga va'da beraman. Do'stlar, ko'rib turibsizlar. Alhamdulillah, mashalloh, hozirgi Imom al-Buxoriyni qabrlari, majmuasi qanaqa ekanligini. Shunaqangi darajaga kelishiga sababchi bo'lgan insonlarga minnatdorchilik bildirgan holatda Imom al-Buxoriyni kimligini bu insonni ta'riflashga so'z ojiz. Islom dinida Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turuvchi manba hadislar jigarlar. Ana shu hadis ilmining sultoni, bizgacha eng ishonchli sahih hadislar yetib kelishiga sababchi bo'lgan inson Imom al-Buxoriy. 600 mingdan ortiq hadisni yoddan bilgan. Al-Jami as-Sahih
kitobining muallifi. Bu insonga bundan ham ortiq ta'rif berardim, lekin qalblarim yayrayapti to'g'risi. Do'stlar, qalbimda quvonch. Bu majmuani ko'rib, mashalloh.